Batken rayonida kuchi 4 ballga yetgan zilzila sodir bo'ldi. Bu haqda Seysmologiya institutiga iqtibos qilib Favqulodda holatlar ministrligi bildirdi. Ma'lumotga ko'ra, zilzila 14-fevralda soat 20:46 atrofida sodir bo'lgan. Unda Buloqboshi, Bujum bilan Qorabuloq qishloqlarida 3,5 ball va Batken shahrida 3 ballga sezilgan. Vayronalar va jabrlanganlar yo'q. Tinimsiz qor ko'chkisi sababli Jalolobodning Chotqol bilan Qanishqiya qishloq hududlariga favqulodda holat kiritilganini Favqulodda holatlar ministrligi bildirdi. Ma'lumotlarga ko'ra, qor 11-fevraldan beri yog'ib, hozirda balandligi 2 metrga yetgan. Shu sababli yo'llarda tinimsiz qor ko'chkisi bo'layotgani aytilmoqda. Chotqol rayoni hokimining buyrug'i bilan 2 qishloq hududida favqulodda holat e'lon qilindi. O'tgan yili inson o'limiga sabab bo'lgan yer ko'chkisi bo'lgan Suzoqning Olmali buloq qishlog'idagi aholini xavfsiz hududga ko'chirish uchun elektr quvvati vaqtincha o'chirilib, qishloqdagi maktablar yopildi. Bu haqda Favqulodda holatlar ministrligining matbuot xizmati bildirdi. Yer ko'chki xavfidagi aholini xavfsiz joylarga ko'chirish bo'yicha harakatlar olib borilib, biroq turar joy qurish uchun ajratilgan yer uchastkasi hukumatning yer maydonlarini transformatsiyalash bo'yicha qarori kech chiqarilgan. Shu sababli Suzoq rayon ma'muriyati aholini xavfsiz hududga 2017-yilning apreligacha yashab turishga ruxsat bergan. Eslatib o'tsak, o'tgan yilgi yer ko'chkisi o'quvchi bolani bosib qolib vafot etgan edi. Bahorgi dala ishlariga nasiya berish uchun bu yil 7 milliard so'm mablag' ajratilgan. Hukumat qaroriga ko'ra 3 yo'nalish bo'yicha 3 yil muddatga chorvachilik tarmog'i va o'simlik o'stirish uchun har yili 10% qishloq xo'jalik mahsulotlarini qayta ishlash va eksportga yo'naltirilgan qishloq xo'jalik sanoatiga yiliga 6% bilan nasiya beriladi. Hozirda mablag' olishni xohlaganlarning soni ortmoqda, dedi qishloq xo'jaligining ministri Nurbek Murashev. Ministr 2017-yili Qirg'izistonda qishloq xo'jalik tarmog'ida eksportga e'tibor qaratilishini ta'kidlab, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi va Yevropa bozoriga sut mahsulotlari, meva va sabzavot, quritilgan mevalarni chiqarish rejalashtirilayotganini aytdi. Jo'g'org'i Kengashning iqtisod va fiskal siyosat bo'yicha qo'mitasining deputatlari guruhi tomonidan xususiy maktablarni soliqdan bo'shatish maqsadida ishlab chiqilgan qonun loyihasini ikkinchi o'qishda yoqtirdi. Buning uchun soliq kodeksiga o'zgartirishlar kiritish kerak. Tashabbuschilardan biri Elvira Surabaldiyeva avvalgi 5-chaqirilishning deputatlari ham xususiy bolalar bog'chasini soliqdan ozod qilish bo'yicha qonun qabul qilganini esga olib, bu taklif o'z samarasini bermoqda. Aniqroq aytganda, soliqdan ozod qilish natijasida xususiy bolalar bog'chasi sonini ortmoqda. Shu sababli xususiy maktablarni ham soliqdan ozod qilish bilan bilim berish mahkamalari sonini emas, sifatini ham ko'tara olamiz, dedi. Prezident Almazbek Atambayev ish safari bilan Belgiyaga ketadi. Davlat rahbarining matbuot xizmatining bildirishicha, Bryusselda qirol Filip Leopold Ludovik bilan 2 tomonlama so'zlashuv olib boradi. Yevroittifoq raisi Donald Tusk, Yevrokomissiya yetakchisi Jean-Claude Juncker va ittifoqning tashqi siyosat bo'yicha yetakchisi Federico Mogherini bilan ham uchrashadi. Prezidentning keyingi safari Germaniyada davom etib, kansler Angela Merkel bilan uchrashadi. Almazbek Atambayevning mazkur davlatlarga safari 15-17 fevralga rejalashtirilgan. Bu orada Yevroittifoq bilan moliyaviy 2 shartnoma imzolanadi. Birinchisi 30 million yevro miqdoridagi huquqiy davlat dasturi, ikkinchisi hududlarni rivojlantirish bo'yicha 11 million yevroga baholangan shartnoma. 2020-yilgacha o'lka bo'yicha barcha kasalxonalar elektronlashtiriladi. Bu haqda Sog'liqni saqlash ministrligi ma'lum qildi. Hozirda mablag' hukumat tomonidan qaralib, qo'shimcha nodavlat tashkilotlar bilan ish olib borilmoqda. Agar amalga oshsa, har bir fuqaroning shaxsi bir bazaga tushadi. Hozirgi navbat kutishlar yo'qolib, bemor uyda turib shifokorlar bilan xabarlasha oladi. Mazkur yangi usulning qulayliklari bo'yicha navbatdagi lavhada so'z bo'ladi. Свидетельство толтыргандан keyin vrachlar kompyuterga kirgizadi. Endi kasalxonada navbat kutib vaqt ketkazilmaydi.
Muammoni Sog'liqni saqlash ministrligi ko'rib chiqib, masalani 2020-yilgacha hal qilishni rejalashtirdi. Hozirda mazkur tarmoq nodavlat tashkilotlar bilan hamkorlikda moliya manbasini topishmoqda. Loyiha amalga oshsa, o'lkadagi barcha kasalxonalar elektron usulga o'tadi. Bunda har bir fuqaroning shaxsi bir bazaga tushib, qog'oz to'plash ishlari bartaraf etiladi. Эгерде Иванов ооруп калса, Нарынга барып калса, ал жерде Ивановду басканда эле кайсы жылы төрөлгөн, эмне дары алды эле, эмне менен ооруган деген даныйлар чыгат. Баягында кылып, тиги үйүңө барып историяңды алып кел, тиги врачка барып рентгенди алып кел деген бардыгына бөгөт коюлат. Hozirda mazkur ishning birinchi va ikkinchi qismi amalga oshgan. Oilaviy shifokorlar markazlarida qo'yilib, murojaat qilgan bemorning ismi sharifi yozilgan. U yerda qancha kishi ro'yxatda turgani aniq yozilib, fuqarolarning guruhi aniqlanadi. Азыр автоматташтырылган программалар түзүлгөн. Ошо программалар ошо эки жарандардын данныйларын киргизгенден кийин келген жаран ошо жерден эле регистратурадан өзү жөнүндө маалымат алса болот. Moliya masalasi o'z vaqtida hal etilsa, texnik jihatdan muammo yo'q. Hammasi internet orqali ishga tushib, xalqning ishini yengillatadi. Hozirda mazkur bazaning ikkinchi qismi tug'ruqxonalarda ham o'rnatilgan. Murojaat qilgan fuqaroning shaxsi to'g'risidagi ma'lumot umumiy bazaga tushishi shifokor uchun ham qulay bo'ladi. Бала жөнүндө маалымат кетет, энеси жөнүндө маалымат, болгон кандай диагноз, эмне менен ооруган, төрөбемеге чейин, ушу учетко турганга чейин кандай диагноздар болгон энесиники. Анан кийин төрөткөндөн кийин акыркы ошо этабы төрөп чыккандан кийинки маалыматтар жазылганда. Quvonarlisi, dori-darmonlarni sotib olish elektron usulga o'tadi. Shifokor yozgan dori bazadan tekshiruvdan o'tib, bemorga tavsiya etiladi. Oqibatda noqonuniy yo'l bilan kelgan mahsulotga chek qo'yiladi. Eng asosiysi, tovarning narxi bir xil bo'lib, yeng ichida ish qilganlar tiyiladi, deb ishontiradi Sog'liqni saqlash ministrligi. Umida Mirzabayeva, Gulzara Bakayeva, Jenbek Sag'naliyev, Intimaq, Bishkek. Bugun Afg'on urushida qurbon bo'lganlarni xotirlash kechasi bo'ldi. Tadbir shahardagi To'xtog'u Satilg'anov istirohat bog'ida uyushtirilib, unga O'sh shahar va oblast hukumat vakillari bilan urush faxriylari ishtirok etishdi. Unda Afg'on urushida qurbon bo'lganlarga bag'ishlab o'rnatilgan yodgorlikka gulchambarlar qo'yilib, Qur'on o'qildi. Shuningdek, qurbon bo'lganlarning yaqinlariga yordam puli berildi. Urush maydonida jang qilgan faxriylarga faxriy yorliqlar berildi. Eslatib o'tsak, Qirg'izistondan Afg'on urushiga 7000 dan ortiq harbiy jo'natilgan bo'lsa, uning 4500 ga yaqini janubiy hududdan borgan. Bugungi kunda davlat tomonidan faxriylarga har oyda 6000 so'mdan, jarohatlanib qaytganlarga 7000 so'mdan yordam puli beriladi. Adan tышкары бизде Ош областында, Ош шаарында абдан жакшы мынау медицина жагынан жакшы көңүл бурулат. Анткени мынау жерде спецбольница дегенибиз бар, ошол жерде ооган согуштун ардагерлери баягы дарыланышат. Ob-havo ma'lumoti homiysi Today savdo markasi. Today kofesi haqiqiy go'zallik, yaxshilik va sihat salomatlik ramzidir. Shahardagi barcha savdo rastalaridan so'rang. Today kofesi haqiqiy go'zallik, yaxshilik va sihat salomatlik ramzidir. Shahardagi barcha savdo rastalaridan so'rang.